$300 soat ham, $30 soat ham bir xil vaqtni ko'rsatadi. $3000 mashina ham, $30,000 mashina haydasak ham o'sha manzilga boramiz. Va yo'llar bir xil. Uyingiz 2 sotix bo'ladimi, 12 sotix bo'ladimi? Uyda hech kim yo'q bo'lsa, baribir yolg'izsiz. Sizning hayot mazmuningiz va baxtingiz dunyo matohlaridan tashkil topmagan. Biznes klassda uchsangiz ham, ekonom klassda uchsangiz ham, agar samolyot qulasa, siz ham hamma bilan birga qulaysiz. Gaplarimni tushunayotgan bo'lsangiz, sizning do'stlaringiz yoki gaplashish uchun kimdiringiz bo'lsa, bu haqiqiy baxt degani. Sizlarga 5 ta tavsiya beraman. Farzandlaringizni boy bo'lishi uchungina voyaga yetkazmang. Ularni baxtli bo'lishi uchun tarbiyalang. Shunda ular ulg'aygach, narsalarning qadrini tushuna boshlashadi, qiymatini emas. Sizni yaxshi ko'rganlar hech qachon sizni tashlab ketmaydi. Tashlab ketishi uchun 99 ta sabab bo'lsa ham, bitta qolishi uchun sabab topib, sizni tark etmaydi.